Demak, hurmatli tomoshabinlar, Omon dasturida eng kutilgan hayajonli lahzalar yetib keldi. Mening yurtim telekanalini kuzatasiz, mehr berasiz. Mana shu muhabbatingiz munosib taqdirlanyapti. Ko'z tegmasin, bizda hali sovg'alar juda ham ko'p. Mana eng asosiysi 50 million chang bosib yotibdi, qarang. Ushlagim kelaveradigan matob. 26-dekabrgacha chang bosadi. O'sha kuni nasib etsa, bu sovg'ani munosib egasini topamiz. Bungacha esa ishtirok sizdan albatta. Hammasi o'z qo'lingizda. Shunchaki 16:00 dan 18:30 gacha mening yurtim telekanalini tomosha qilsangiz bas. Boshqa narsa kerak emas. Sovg'alar hammasi sizga bo'lsin. Demak, ko'rishni boshlasangiz bo'ldi. Hali hamon aksiyada ishtirok eta olmaganlar bo'lsa, kechikmadingiz. Demak, bugunoq ro'yxatdan o'tib, yana ishtirokni davom ettirsangiz bo'ladi. Chunki kimnidir ballari yuqori, endi men qatnasha olmayman yoki shu kabi qaysidir savollar sizni ichingizni kemirayotgan bo'lsa, bunga aslo yo'l qo'ymaymiz. Hamma ishtirok eta oladi. Eng muhimi bilasizmi, muxlislarimizni mana shu bizga bo'lgan e'tibori. Yilni so'ngida allaqachon an'anaga aylanib ulgurdi. Azizlar, o'tgan yili ham xuddi mana shunday jarayon kuzatilganda juda ko'plab muxlislarimizni ko'nglini olishga harakat qildik. Albatta sizning e'tiboringiz bizni osmonga olib chiqadi. Shuning uchun boringizga shukr deymiz va jarayonni boshlaymiz. Nima qilamiz? Albatta, boshlaymiz. Demak, hayajon bilan o'tirgan yurtdoshlarimiz har birlari g'olib bo'lishga haqli, mehr berishyapti, ko'rishyapti. Demak, ekranga diqqat bilan qaraysiz. Undan avval sovg'alar juda ko'pligini boya aytdim. Bu sovg'alar nimadan iborat? Ko'rganingizdek, televizor, maishiy texnika to'plamlari, nima deydi, muzlatgich bor, kir yuvish mashinasi, hamma dastyorlar, ayniqsa, mana konditsioner. Hammasi shu yerda. Hammasi ayollar uchun ekanda o'zi bor. Bizga hech narsa yo'q. Yo'q, ayollar uchun emas. Erkaklar uchun aslida Anvaraka. Qayerda? Quloqingiz tinch bo'ladi-ku, shu narsalarni olib bersangiz. Bu tomoni ham bor. Demak, asosiy sovrin esa 50 million so'm pul mukofoti. O'rtoqlar, shunchaki har kuni kunning ikkinchi yarmida bizni tomosha qiling. Demak, raqamlar, sirli raqamlarni skaner qilib, nima deydi, o'tkazib, o'zingizni mehringizni qo'shib, albatta bank promobotga jo'natasiz. Yashang. Ana, qiladigan ishimiz shu. Boshqa hech narsa kerak emas. To'g'ri, faqatgina endi tezkorlik talab etiladi, chunki ma'lum bir muddatdagina jo'natsangiz siz ballga erishasiz. Qo'shimcha ball qanday yig'iladi deydiganlar ham bor. Aynan o'sha ilovada, ya'ni botda ko'rsatilgan qo'shimcha ball yig'ish degan tugmachani bosasiz va do'stlarga havolani ulashasiz. Qancha ko'p yaqinlarga bu haqda bildirsangiz, sizga qo'shimcha ballar taqdim etilaveradi. Bu esa imkoniyatlaringizni oshiradi. Ana endi Umida xonim g'alvirni suvdan ko'tarish fursati yetdi. Xo'sh, bugun kim g'olib bo'ladi? Ekranga, ya'ni monitorimizga e'tibor qaratsak, ishtirok etib, aksiyada g'olib bo'ling. Jarayon boshlanyapti. Hayajonli lahzalar. Xo'sh, kimning raqami hozir ekranda namoyon bo'ladi? Omad yor bo'lsin. Xuddi ma'lum bo'ldi. 50. Xo'sh, 67 00. Aferin. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. 67 00 abonent egasi qadrvat baland bo'lgan vatandoshimizni biz chin yurakdan tabriklaymiz. Birozdan so'ng Umida xonim albatta ma'lumotlar kelib chiqadi. Shunday ekan, demak, hozir 6700 raqamga ega bo'lgan ko'pgina yurtdoshlarimiz hayajonda o'tirishibdi. Uchta raqamlarini bekorga biz o'sha sirli qilib qo'ymaganmiz, chunki sizni tinchligingiz, xavfsizligingiz nuqtai nazaridan va biz yagona raqam orqali sizga qo'ng'iroq qilamiz. Boshqa raqamlarga aldanib qolmang. Ya'ni sovg'angizni yetkazib beramiz, aksiyada g'olib bo'libsiz. Shu kabi agar savollar boshqa raqamlardan sizga taqdim etiladigan bo'lsa, bu holatlarni oldindan sizga ogohlantirib aytib qo'yapmiz. Demak, hozir bir necha soniyalarda bizga ma'lumotlar yetib keladi. 6700 raqam egasini aniqlaymiz va yana bir omadli yurtdoshimiz bugun go'zal sovg'a bilan taqdirlandilar. Esda qolarli bo'ladi yangi yil oldidan. 4-dekabr, erta tong, bularni hayotida umuman menda ham shunaqa bo'lganda men eslab qolgan bo'lardim-da. To'g'risida bir e'tiboring munosib taqdirlansa, ya'ni kimgadir mehr bersang, mana yaqinlarimizga nisbatan ham ayta olamiz-da bu narsani. Sizga mehr bersam, e'tibor qaratsam, siz nima bo'ladi? Siz ham taqdirlaysiz-ku mehringizni. Xuddi shunaqada, xuddi shunaqa o'rtoqlar. Bu ham sizning mehringizni kichik bir
biz tomonimizdan taqdirlanishi desak mubolag'a bo'lmaydi. Qo'ng'iroq qilsam bo'ladi. Aha, ular haqidagi ma'lumotlarni batafsil demak biz hozir barchaga e'lon qilsak bo'ladi. O, Tayyormisiz? tayyorman. Tayyormisiz? Tayyor lekin, turing. Ularniki haligi abonent boshqa tomonga yo'nalishga javob beryapti. Haligi mazmunidagi Xabarlar kelyaptimi? yuluq. Unday bo'lmasin. G'oliblar faqatgina omon-omon dasturida aniqlanadi. Xo'p, Shuning uchun boshqa manzillarga o'tib ketmang. to'ppa-to'g'ri. Ism familiyasi hali bizga kelib tushgani yo'q, lekin telefon raqamlari kelib tushdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hormang, yaxshimisiz? Xayrli tong. Rahmat. Siz bilan avvalo tanishib olsak. Ha. Biz Mening yurtim telekanalidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Siz omadli tomoshabin aksiyasida g'olib bo'ldingiz. Qarsanglar bo'lsin Umidaxonim. Tabriklaymiz sizni. Chin dildan muborakbod etamiz. Hamisha shunaqa hayotingizda muvaffaqiyatli jarayonlar ko'p bo'lsin. Opaginam? Qanilar, qayerga ketdilar? Allo. Qani? Xo'sh. Xo'sh. Xo'sh, nega qo'yib qo'ydilar hozir? Yo'q. Xo'p. Bunaqa jarayonni o'tkazib yubormang. Allo. Alo. Opaginam. Ular bilan bog'lanib bo'lmayapti. Ularga bog'lanib bo'lmayapti. Va o'zlaridan so'rab olmoqchi edik, mayli ular haqida ma'lumotlarni aytaveraman hozir. Marhamat. Demak, hozir g'olib bo'lgan insonimiz 6700 raqam egasi. Opajonim, kim? Assalomu alaykum, Sharofat opamiz. Sharofat xonim, yaxshimisiz? Sovg'ani hayajoni, hozir ularga mehr ulashishni hayajoni bu. Shobekova Sharofat. Shobekova Sharofatxon, Buxoro viloyati. Siz o'shami? Manman, siz bugungi aksiyamizni g'olibiga aylandingiz. Sog' bo'ling, siz g'olibsiz bugun deyman, onaginam. Tabriklaymiz. Yana o'chib qolyapti. Voy. Bu nima degan gap, ha? Menimcha aloqa sifati. Aloqa sifati yaxshi emas. Aloqa sifati yomon. Mayli, biz ularni chin dildan muborakbod etamiz. Buxoro viloyatidan Shobekova Sharofat opamiz 6700 raqam egasi 1967-yilda tavallud topgan ekanlar. Yiqqan ballari 63 ballni tashkil etgan. Bugun televizor sovg'asini egasiga aylandilar. Hozir ular televizor orqali ko'ryaptilar bizni. Albatta, hozirgina eshitdik. Afsuski, sifat yaxshi bo'lmadi aloqada. Shuning uchun ularni chin ko'ngildan tabriklaymiz Sharofat opa. Muborak bo'lsin. Albatta. Yaxshi ko'rsatuvlarni Mening yurtim telekanalidan televizor orqali ko'rish mudom mana shu xonadonda bizni kanalimiz yoqib turishi biz niyatidamiz. Sog' bo'ling, farzandlaringizni rohatini, kamolini ko'rishda davom eting deymiz. Albatta. Bu haqda, ya'ni sovg'ani qayerdan olib ketishingiz mumkin, qanday qilib jo'natamiz, bu haqda albatta batafsil ma'murlarimiz sizga bog'lanishadi. Yana bir bora muborakbod etamiz. Mana yana buxorolik yurtdoshlarimiz ham g'olib bo'lishdi. Mamnun bo'ldim. Faol buxoroliklar har sohada, har jabhada faol. Hamma manzildagi Mening yurtim telekanalining muxlislari doimo faollikni qo'ldan boy bermang. Shunchaki bizni tomosha qilganingiz uchun sizga kichik bir mehrimizning nishonasi. Bu hali davom etadi 26-dekabr sanasiga qadar. To'ppa-to'g'ri. Azizlar, sovg'alar hammaga yetadi. Shunday ekan, harakat, faollik va mana shunday yuqori kayfiyatda davom etishingizni istaymiz. Biz esa navbatda mehmonlarimizni qarshi olishimiz kerak. Hozircha tanaffus Life Hack sahifasini muxlislar e'tiboriga havola etsak, o'rganamiz bugun. O'rganamiz. Marhamat.